Yonyapti. Hozir G'ayratjonga surprizimiz bor, prank qilib topshiramiz. Ketdi. Vah. Endi billa ketasizlar Abdurahmon aka nima? Ha, ular nasibamni qo'shib turibdi. Ustoz, moshina istayapti. Moshina. Ha. Yonyapti. Qarang. Muborak bo'lsin. Jon, sizga Umra sertifikati muborak bo'lsin. Mana qilib. Abdurahmon aka G'ayratjon sizga Umra sertifikatini shunaqa yo'l bilan topshirdik. Qutlug' bo'lsin. Mana sizga sertifikat, mana so'mgacha, mana kamzir. Umra muborak bo'lsin. 8-kuni biz bilan birga safarga chiqib ketyapsiz. Xudo xolasa G'ayratjon. Ha. Biz bilan birga Centrum bilan Umra safariga yo'l olasiz. Allah sog' bo'lsin. Aka, sizga katta rahmat. Shunchalik bunaqa narsani ta'riflashga tilojiz, to'g'risi. Endi bunga hozircha tayyor basman shekilli xohlash. Bitta o'yladim. Hozir ota-onam xudo xolasa jo'natamiz. Ha. Keyingi safarga endi billa doimiy-ku, xudo xolasa. Buni Azizbek bilan gaplashgandim, 701 jamoamiz deb oladi. Ashuna ota-onalar ruxsat oldim dedi. Agar xo'p desiz, Azizbekga topshiramiz. Bo'lsa Azizbekga ham prank qilib topshiramiz. Xuddi shunaqa sertifikatlarni siz ham yaqinlaringizga topshirishingiz mumkin. Xohlasangiz prank qilib, xohlasangiz chiroyli olib kirib, chiroyli videolar bilan 15-22 iyul kunlariga reyslarimiz bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Xohlasangiz sizga ham shunaqangi hayajonli daqiqalarda kimizgadir topshirib berishimiz mumkin. Ha, bu videosi sizlar uchun bonus. Salomat bo'linglar.